bilim va tajriba. Professionalizm. Muloqot madaniyati. Hayotdagi yutuqlar. Jismoniy va aqliy salohiyat. Biz hammamiz adliyachi. Otam meni sharqshunos olima bo'lishimni, qo'lyozmalar bilan ishlashimni juda ham xohlaganlar. O'sha siz bugun biron bir fuqaroni, xalqni vakilini, qaysidir huquqlarini ta'minlab berdingizmi yoki tiklab berdingizmi, adolat o'rnatdingiz. Men uchun rasm chizish bu o'zim bilan gaplashishim uchun ayni muddao vaqt deb o'ylayman. Qadriyat qancha kitob o'qishda emas, balki o'qigan kitobdan qilingan xulosalarda. Huquqshunoslik bu katta mas'uliyat. Huquqshunoslik kasbi meni bolalikdagi orzuyim aslida. Biron bir kasb tanlaganingizda xarakteringiz juda ahamiyatga ega bo'ladi. Xarakterimdagi jo'rtkesarlik, dadillik va shunday belgilarni ko'rgan onam huquqshunos bo'lishimni qo'llab-quvvatlaganlar, biroq dadamlar meni sharqshunos olima bo'lishimni, qo'lyozmalar bilan ishlashimni va ilm yo'lida xizmat qilishimni juda ham xohlaganlar. Hattoki ismimni ham Madina deb qo'yishlariga sabab o'sha arab tilida aslida Madina bu shahar ma'nosi. Biroq ulg'aygandan keyin huquqshunos kasbini egallash meni maqsadimga aylandi va maqsadim sari harakat qildim. Ota-onamni qo'llab-quvvatlashlari, ustozlarimning duolari bilan bugun men mana shu oldingizda adliyachi ko'rinishidaman. Biz bilamizki, Sharqda oila juda nozik masala. Biz to'g'ri ishda davlat xizmatchimiz, biroq oilada o'zimizning vazifamiz, burchimiz bor. Farzand tarbiyasida asosan juda liberal onaman. Buni farzandlarim ham e'tirof etishlari mumkin. To'siqlar bu farzandni emin-erkin o'sishi, o'z fikrini bildira olishiga ta'sir qiladi deb o'ylayman. Hozirdanoq ularni qarorlarini hurmat qilishga, o'sha oiladagi har bir bo'ladigan tadbirlarda, umuman oiladagi jarayonlarda o'g'limni ham, Muhammad Alixon, qizim Muzayanaxonni fikrlarini inobatga olamiz, chunki ular shaxs sifatida o'zlarini tushunishlari, o'zlarini shaxs sifatida qabul qilishlari kerak. Ular ham jamiyatning bir vakili, ularning fikri, ularning qarorlari ham juda katta ahamiyatga ega ekanligini bilishlari uchun. Biroq men shu qarorni to'g'ri deb o'ylayman. Liberal bo'ldi degani bolaga har qanday holatda ruxsat berdi degani emas. Eng yaxshi tarbiya bu o'zingiz ibrat bo'lganingiz. Men o'zim ko'proq kitob o'qishga harakat qilaman. Bolalarimni ilmga rag'bat uyg'otishni juda xohlayman, chunki ilm bilan shug'ullangan, qalbida ilm bo'lgan insonlar, men o'ylaymanki, ular jaholatga kirmaydi, har doim ma'rifat bilan birga bo'ladi. Ayniqsa bu butun dunyodagi onalarning tashvishi desak ham bo'ladi. Farzandlarini kitobga rag'bat uyg'otish va bunga namuna bo'lishga harakat qilaman, chunki bilasiz, eng yaxshi tarbiya bu o'zingiz ibrat bo'lganingiz. Men o'zim ko'proq kitob o'qishga harakat qilaman, biroq ko'p hollarda shunday bir fikrlar borki, qancha ko'p kitob o'qisang, shuncha olim bo'lasan, shuncha yaxshi inson bo'lasan, shuncha dono bo'lasan degan fikr bor. Biroq men har doim ham bu fikrga qo'shilmayman. Hattoki o'sha Gitlerning kutubxonasida 16,5 ming kitob bo'lgan. O'sha faktlarga qaraganda u kitoblarning yarmini Gitler o'qib chiqqan. Demak, qadriyat qancha kitob o'qishda emas, balki o'qigan kitobdan qilingan xulosalarda. Xulosalar har doim muhim hisoblanadi. Huquqshunoslik kasbiga to'xtaladigan bo'lsak, yuqorida aytib o'tdim, meni orzuyim deb. Huquqshunoslik bu katta mas'uliyat, chunki sizga xalq davlat xizmati sifatida ishonadi. Men bugungi kunda intellektual mulk yo'nalishida faoliyat olib boraman va mening o'zimga yarasha davlat xizmati sifatida vazifam, majburiyatim, umuman xalqqa oldida majburiyatlarim bor. Buni his qilish kerak deb o'ylayman. Siz bugun biron bir fuqaroni, xalqni vakilini, qaysidir huquqlarini ta'minlab berdingizmi yoki tiklab berdingizmi, adolat o'rnatdingiz. Demak, u fuqaro xalqdan, hukumatidan, prezidentidan, qolaversa taqdiridan rozi. Men o'ylayman, har bir davlat xizmatchisi shunday fikr bilan ko'proq yashash kerak, ishlash kerak. Boshladim. Darhaqiqat bugun ayollar tomonidan yaratilgan innovatsiyalar dunyoni o'zgartirmoqda. Afsuski, tarixda gender tafovutlar sabab
ayollarning mehnati yetarlicha e'tirof etilmagan bo'lsa-da, biroq me'morchilik kelajagini chizgan, orzularni esa shakllarga solgan ayol edi. Korzinka.uz'da o'rtacha maosh qanday? 1 yildan ortiq ishlagan har qanday xodim Faqat mahsulotlar savdosi tufayli nafaqat mamlakat iqtisodiyoti, aynan sizligingiz nafaqat menimcha bizni kuzatuvchilarni ham juda ham quvontiradi, chunki loyihamiz ostidagi izohlarga moda o'tkinchi, uslub esa abadiy. Har bir ayol qachonki o'z ichki kuchlariga ishongandagina biznesda ham muvaffaqiyatga erishishi mumkin. Shunday ekan, o'z ichki kuchingizga ishonishni o'rganing. Men bu mashg'ulot bilan oxirgi 10 yillikda muntazam shug'ullanishni boshladim. Ochiqni aytsam, har kuni vaqt ajrata olmayman. Dam olish kunlari yoki bo'lmasa o'sha bayram kunlari dam olish berganda xodimlarga yarim kun bo'lsa ham shu faoliyat bilan shug'ullanishga, ya'ni o'sha o'zimni yaxshi ko'rgan mashg'ulotim bilan shug'ullanishni juda ham harakat qilaman. Chunki rasm chizish bu o'zim bilan yolg'iz qolib, o'zim bilan gaplashishim uchun ayni muddao vaqt deb o'ylayman. Xalqqa manfaatimiz tegish, kimdir oldida obro' olish uchun emas, asli niyatimiz haqiqatan ham xalqni rozi qilish, uni og'irni yengil qilish. Omad deymizmi yoki bo'lmasam bir Allohning bir bizga in'omi deymizmi? Bu yil ham men uchun omadli bo'ldi. Mart oyida oy xodimi deb e'tirof etildim rahbariyat tarafidan. Shu bilan bir qatorda hamkasblarim xolis niyatda qilayotgan xizmatingiz e'tirof etilsa, ijod qilishingizga yordam beradi. kirib sotganmizni Korzinka.uz'da o'rtacha maosh qanday?